Assalomu alaykum. Onlayn pullik darslarda o'rgatilayotgan shunaqa zo'r chiqadigan somsa retseptini men siz uchun hadya qilib, sirlari bilan ko'rsatib bermoqchiman. Sizdan bittagina layk, mendan esa to'liq retsept. Videoni kuzatib, birgalikda tayyorlaymiz. Xamirini boshlaymiz. Bizga yarim litr iliq suv kerak bo'ladi. Idishga quyib olib, ichiga 1 osh qoshiq to'ldirib tuz soldim. Uksus quyamiz. 6% lik yoki 9% lik quysangiz ham bo'ladi. Mendagi olmali uksus. Oddiy 9% li uksus quysangiz ham bo'ladi. 1 osh qoshiq to'ldirib quyamiz. 1 dona tuxumni ham chaqib olib, 50 gram margarin yoki sariyog'ni mikrovolnovkada eritib qo'shdim. Yaxshilab aralashtirib olib, elangan unimizni solib, xamir qoramiz. Unni hammasini birdaniga solib xamir qoramiz. Kam-kamdan solib xamir qorishimizga bo'lmaydi. Aynan bu somsa uchun xamirimiz yumshoq bo'lib qolishi mumkin. Ko'rsatilgan retseptdagi masalliqlarni o'zidek ishlatsangiz, xamiringiz xuddi shunaqa chiroyli chiqadi. Qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Yaxshilab zuvala qilib olganimizdan keyin ustini salofan bilan yopib 15 minutga qoldiramiz. 15 minutdan keyin yana bir bor mushlaymiz. Oliy navli undan foydalandim. Ko'pincha qizlar kommentariyada so'rashadi, qanaqa un ishlatasiz deb. Firmasini farqi yo'q. Muhimi oliy navli un bo'lsa, xohlagan shirinliklaringiz, somsa xamirlaringiz ham pishganidan keyin yengil bo'ladi. Xamirimiz 15 minut tindi. Yana bir bor yaxshilab mushlaymiz. Yana ham qo'lga yopishmaydigan silliq xamir bo'ladi. Endi buni zuvalaga bo'lib olamiz. Men 3 ta zuvalaga bo'lib, ustini salofan bilan yopib, yana 15-20 minutga tindirib qo'yamiz. Endi xamirimizni yoyish uchun unni ichiga kraxmal solib aralashtiramiz. 1 ga 1 solamiz. Masalan, 100 gram unni ichiga 100 gram kraxmal solib aralashtiramiz. Men 200 gramdan ishlatdim. Ortilib qolganini paketga solib olib qo'ysak, keyingi somsalarni yoyishga ham foydalansak bo'ladi. Aynan jo'xori kraxmalidan foydalanamiz. Kartoshka kraxmali bo'lmaydi. Jo'xori kraxmali bilan yoyilgan somsamizni xamiri har bir qavatlari ko'rinib, ko'mir-ko'mir bo'lib chiqadi. Zuvalani yoyishni boshlaymiz. Iloji boricha yupqaroq qilib yoyishga harakat qilamiz. Mana xamirni iloji boricha yupqaroq qilib yoyib olamiz. Stolga katta qilib yoyib olib, xona haroratida yumshagan margarin yoki sariyog'ni mikrovolnovkada nomiga eritib olamiz. Mana xuddi shunaqa yumshoqlikda bo'lishi kerak. Endi xamirimizga yupqa qilib surib olamiz. Hamma joylariga bir xil qilib, yupqa qilib surib olib, keyingi zuvalalarimizni ham yoyib, ularni yoyish yana ham tezroq bo'ladi, ko'proq tingani uchun. Margarin surilgan xamirimiz ustidan bularni ham yoyib, ustidan margarinni yupqa qilib surib, uchinchisini ham xuddi shunaqa qilib davom ettiramiz. Mani stolim kichikroq bo'lgani uchun xamirni 3 ta zuvalaga bo'lganman. Agar yoyadigan stolingiz kattaroq bo'lsa, xamirni 3 taga emas, 2 ta zuvalaga bo'lib, xuddi shunaqa qilib tayyorlab olishingizga ham bo'ladi.
Uchinchi xamirimizni ham yog'lab keyin xamirni ikkita tarafidan o'rtaga taxlab olib, ikkita chetidan ham o'rtaga bukib olamiz. Kamroq qolgan margarinni ham shu margarin surilmagan joyiga survorib, xamirni ikki tarafidan buklaymiz. Manda hammasi bo'lib 370 gramm margarin sarflandi. Jo'va yordamida bir bor tekislab olamiz. Margarinlari hamma joylariga bir xil surilishi uchun. Endi xuddi shunaqa videoda ko'rganingizdek xamirni taxlab, ustini salofan bilan yopib, morozilkaga kamroq vaqtga qo'yib olamiz, ozgina qotib olishi uchun. Ungacha nachinkasini tayyorlab olamiz. Go'shtni mayda to'rtburchak qilib to'g'rab oldim. 3 dona o'rtacha piyozni ham mayda to'g'rab, 2 dona kartoshkani ham kubik qilib to'g'rab qo'shdim. Kamroq xohishga qarab charva yog'idan soldim. Tabga qarab ziravorlardan solamiz. Qora murch, zira hamda tuzni solib yaxshilab aralashtiramiz. Nachinkamiz tayyor. Nachinkani o'zingiz xohishingizga qarab tayyorlayverasiz. Ko'katli, qovoqli yoki shundoq kartoshkani o'zidan ham piyoz to'g'rab nachinka tayyorlab olishingizga bo'ladi. Xamirimiz morozilkada ozgina qotib oldi. Yarim soatda formasini ushlab margarinlari qotdi. Endi buni bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana xamirni oralarini ko'rishingiz mumkin. Har bitta sloylari ko'rinib turibdi. Endi 2 santimetr kattalikdagi zolalarga kesib chiqamiz. Xamir chetidan ingichka qilib kesib olib, kesib olgan zolachalarimiz ustiga xuddi shunaqa ko'rinishda qo'yib chiqamiz. Masalliqlarning to'liq miqdorini videoni tagida ham yozib boryapman yoki описаниеga kirib to'liq ko'rib olishingiz ham bo'ladi. Shu tayyorlab olgan masallig'imdan 30 dona ikkita list to'la chiqadigan somsalar hosil bo'ldi. Mana 30 dona tayyorlab olgan zolachalarimiz tayyor. Endi xamirni yoyishni boshlaymiz. Ustiga qo'yib olgan ingichka xamirimizni tegi qismiga qilib yoyishni boshlaymiz. Mana yupqaroq qilib, to'rtburchak qilib yoyib oldim. Tugishni o'zingiz xohlagandek 3 burchak yoki 4 burchak dumaloq qilib xohlaganingizdek yoyishingizga bo'ladi. 4 burchak qilib yoyib olganimizdan keyin ikki tarafidan o'rtaga bukib, ikki chetidan ham qayiltirib yopishtiramiz. Xuddi shunaqa uzunchoq to'rtburchak ko'rinishda bo'ladi. Endi listga pergament qog'oz qo'yib, tugilgan somsalarimizni terib olamiz. Ustiga oddiy suv suramiz. Shotka yordamida surib olamiz.
Oldindan qizdirilgan duxovka yoki pechda pishiramiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda 35-40 minut davomida ustilari qizarguncha pishirib olamiz. Mana somsalarimiz tayyor. Ikkita listni ham pishirib oldim. 30 ta somsalar chiqdi. Ustilari kumur-kumur og'izda eriydigan, ichlari yumshoqqina bo'ladi. Hozir video davomida ham oralarini ham bo'lib ko'rsataman. Mazasini endi iftorlikda ko'ramiz. Albatta shu retseptni asosida tayyorlab ko'ring. Oila a'zolaringizga yoqishiga ishonaman. Bugungi videoyim sizga yoqqan bo'lsa, layk bosib, izohlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Retseptni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda poyvoni ko'rishguncha sog' omon bo'ling.